Men o'qib, ishlab, mehnat qilib pul topaman. Bu pulim menda hozirgi davrda cho'ntagimda turmaydi. Bankda turadi. Nimaga meni pulimga qanaqadir qiyinchilik bo'lishi kerak, чтобы men unga nima qilishim uchun, yechib olish uchun, yoki transaction qilish uchun. Aslida pul haqiqatdan bundoq olib, bundoq sumkada bundoq borib bu yoqqa tushmaydi-da. Mana ikkita bank bir-biriga aytadi. Masalan, menda sizni shotingiz bor, sizda meni shotim bor. Ikkalamizda million qo'yib qo'yganmiz. Misol uchun. Siz banksiz, men bank. Swift orqali bo'lganda minus manikidan plus siznikiga qo'yib qo'yiladi. Revolutni yaratgan odam Nikolay Staronsky Gazpromni o'sha juda ham katta executive ishlaydigan odamni o'g'li bo'lgan. Ya'ni shu anaqa Rossiyalikmi? Ildizlari Rossiyaga borib tarqaladi. Qozog'istonda Kaspiyda 75% odamni shoti bor ekan. Wow. O'shaning uchun ular уже pulni yig'ib oldi-yu. Endi chiqarishga, to есть pul Kaspiy shotidan boshqa shotga o'tsa, katta pul olishayotgan ekan. Siz o'zingizni pulingiz-ku. O'zingizni pulingizni bir kishiga o'tkazish, pulni yo'q bo'lib ketishi bu ahmoqlikda. Masalan, Yevropada shu narsa вообще yo'q. Lekin O'zbekistonda bo'lyaptimi bu? Albatta. Mayli 0.5% yo'qotsangiz ham, 0.5% yo'qotsangiz ham o'shanchalik kamroqda nimadan? Naqd puldan. Endi savol tug'iladi. Buni qanaqa qilib yo'qsa bu? Qanaqa qilib rivojlanish, ya'ni imенно elektron pulni rivojlanishi qachon bo'ladi? Max, men o'g'lim 20 yashar, u faqat weekendlarda restoranda ishlaydi. O'qishdan keyin weekend ishlaydi, ko'p pul topmaydi, aytaylik $500 topadi deylik oyiga. Shu $500 400 investitsiya qiladi har oy. Endi u keyingi 10 yilga investitsiya qilyapti. Qolganini mendan oladi, chunki tekin yashayapti. Hammasiga to'latadi. Da. Assalomu alaykum bizning muxlislarimiz. Xush kelibsiz yangi epizodimizga. Bugun biz juda ham qiziq mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni pul va banklar va sistema. Yaxshimi? Hammamizga qiziq bu mavzu. Endi qaranglar, mana hozir sразу men problemaga o'taman-da. Mana Umid, sizga savol. Men o'qib, ishlab, mehnat qilib pul topaman. Bu pulim menda hozirgi davrda cho'ntagimda turmaydi. Bu qayerda turadi? Bankda turadi. Bankda turadi. Lekin men banklar bu qanday institutsiya, to'g'rimi? O'zlarini nima deydi? Institution desak ham bo'ladi. Muassasada. Men bilan meni pulimni o'rtasida juda ham katta musofa bor. Qanaqadir protsesslardan o'tishim kerak, ofitsial dokumentlar to'ldirishim kerak, чтобы aytaylik, mana shu yerdagi pulimni O'zbekistonga jo'natish uchun, yoki transaction qilish uchun. Nega unaqa? Bu qanaqadir o'zgarish bo'lyaptimi bu masalada? Nimaga meni pulimga qanaqadir qiyinchilik bo'lishi kerak, чтобы men unga nima qilishim uchun, yechib olish uchun, yoki transaction qilish uchun. Keling shu haqida gaplashaylik. Keyin hozir imенно bankovskiy sistemalar o'zgarganligi haqida, qanday o'zgarish ketmoqda Daniyada, O'zbekistonda, Sentralniy Aziyada, shu haqida gaplashaylik. Menimcha, endi siz to'g'ri aytdingiz, boshida institutsiya, ya'ni muassasa edi, banklar. Chunki ishonch hosil qilish kerak bo'lgan edi. Lekin faqat ishonch ularda bo'lganligi uchun ular ham bo'shashib qoldi. Qaysi ma'noda? Protsesslar juda uzun bo'lib ketdi. Bitta shotni ochish, ya'ni hisob raqamini ochish juda uzoq. Keyin masalan qog'ozbozlik, undan tashqari o'zingizni pulingizni qayergadir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Undan tashqari regulyatsiya paydo bo'ldi. Regulyatsiya, ya'ni ustida qonun qoida paydo bo'ldi. Chunki har xil endi 70-yillardan keyin masalan terrorizm, shunga o'xshagan muammolar paydo bo'lib chiqib, pul yuvishlar paydo bo'lgandan keyin haligi ishonchni qoplash uchun qanaqadir qonuniy поддержка kerak bo'ldi-da. O'shaniki evaziga qiyinlashib ketdi. Juda ham qiyinlashib ketdi. Chunki masalan, siz to'g'ri aytganingizdek, rostdan ham pul sizniki, u yerda turibdi.
kartochkangiz ham bor, balki ola olardirsiz. Lekin hamma narsaga ham ola olmaysiz-da. Qanaqadir To'g'ri. limitlari bor, qanaqadir Byurokratiyasi bor. byurokratiyasi bor. Masalan, qanchadirdan ko'proq o'tkaza olmaysiz va hokazo. Keyin bundan tashqari nima bo'ldi? Endi shunaqa qiyinlashib bo'lgandan keyin globallashdi-yu hayot. Odamlar chet elga chiqishni boshladi. Har xil davlatlarda ham-da endi. Masalan, hozirgi bilan 70-yillardagini solishtirsangiz, hozir migratsiya juda katta. Unga qaraganda. O'shanga odamlar bir-biriga pul o'tkazishni boshlashdi. U ham qimmatlashib ketdi. O'shanga menimcha endi o'shani evaziga regulyatsiya ko'paygani, narsalar sekinlashgani, byurokratiya bo'lib ketgani, proseslar og'irlashganligi evaziga yangi kichkina kompaniyalar chiqdi, o'sha narsani to'g'rilaymiz deb. Shularning orasida masalan Revolut degani chiqdi. Nimalar chiqdi? N26 degani Germaniyada. Keyin Nima u chiqdi deyapsiz? Nimalar paydo masalan? bo'ldi u produkt. Abular ham masalan Fintech, Qudrat ayting. Nima degani u? Bular endi hammasi fintech kompaniyalarda. Nima degani fintech nima degani u? Fintech ya'ni texnologiya orqali shu odamlarni finans muammosini yechish. Ya'ni O'zbekistonda masalan Payme bor. Payme'da un bilan klik bor. Klik bor. Ya'ni bozordagi bo'shliqni sezib, odamlarni og'riqli muammosini shu orqali yechish. Shular fintech deyiladi. Ya'ni o'sha moliyaviy muammolarni har xil texnologiya orqali yechish. Texnologiya orqali. Fintech, okay. Financial technology mi endi bu? Ya'ni Revolutni O'zbekistondagilar kam tanishi mumkin, lekin Yevropada juda ham tez rivojlanib ketdi. Sababi ular mana bu chegarani buzib tashladi. Avvallari masalan men Angliyadan turib Germaniyaga pul o'tkazaman desam, Swift degan texnologiya bor. Faqat Swift orqali pul to'laysiz. Swift juda ham sekin o'tadi. 24 soat ichida deydi, ba'zida Yevropaning ichida 1-3 kun Swift orqali o'tkazish. Lekin Swiftda bitta aytib ketish kerak bu yoqda. Nima o'zi u Swift? Nima bu? Swift o'zi aslida ikkita bank o'rtasida bo'ladigan messaging, ya'ni muloqot. Masalan, kodlari bor o'zini. O'sha kodlariga qarab, masalan, 64-kod bu o'tkazish masalan, yoki 75-kod bu qabul qilib olish. Yoki qaysidir kodni ichida korrespondenskiy bank bo'ladi, o'rtada qayerda turadi, kimni pulidan olib, kimni puliga o'tkazadi. Chunki aslida pul haqiqatdan bundoq olib, bundoq sumkada bundoq borib, bu yoqqa tushmaydi-da. Mana ikkita bank bir-biriga aytadi. Masalan, menda sizning shotingiz bor, sizda meni shotim bor. Ikkalamizda million qo'yib qo'yganmiz, misol uchun. Siz banksiz, men bankman. Swift orqali bo'lganda minus manikidan plus siznikiga qo'yib qo'yiladi. Tushunyapsizmi? Bo'ldi. Uje hech kim pulni ko'tarib u yoqdan bu yoqqa o'tmaydi. Aslida agarda o'sha Swiftni o'zini oladigan bo'lsak, rosa tez bo'lish kerak. Nima uchun sekin? Lekin nimaga sekin? Chunki bank ichidagi protseduralar. Chunki uni ichida qilish kerak bo'lgan ish. Hamma banklar ham unaqa tez ishlamaydi. Tushunarli. Masalan, ko'p banklar hali ham qo'lda qiladi ko'p narsani. Endi bo'pti. Uni tushundim. Mana hozir siz Revolutni misol qilib keltirdingiz-a. U Revolutni mana haligi birga bir solishtiraylik. Именно haligi etapma-etap qayerdan tug'ildi, u nima degani? Revolutni mana ko'pchilik biz O'zbekistonda tanimaydi bu nimaligini. Shu O'zbekistonda unga nima deydi, o'xshash nimalar bormi, yechimlar? Menimcha O'zbekistonda bunga o'xshash yechim menimcha Payme bilan Click. Lekin o'xshash xolos. Revolut ko'proq bitta mamlakatdan narigi mamlakatga pul o'tkazish va o'sha bilan birga FX rate deyiladi-yu, ya'ni anaqa masalan dollardan yevroga o'tishda o'sha jozibali reytlar berganda, ya'ni qiziq. Swiftda ular ham har bitta tranzaksiyadan yaxshigina pul ishlaydi, $10mi shunaqa. Menimcha foiz ham emasda. Masalan, katta miqdorda pul o'tkazsangiz $10 chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin kimdir agar faqat $50 pul o'tkazadigan bo'lsa, o'sha 20% pulingiz chiqib ketyapti-yu. Bu bir, ikkinchisi agar
siz funt sterling yoki dollardan yevroga pul o'tkazayotgan bo'lsangiz, kursni ham yerga kirgizib yuboradi-da, ikkita tomondan pul qilyapti. Revolut shu muammoni yechdi, ya'ni ham tranzaksiya umuman fee olmaydi, ya'ni o'sha fee nima deyiladi? Servis pulida, ya'ni servisiga pul olmaydi. Bu bir anaqa dollar yoki mana bu kurslari banklar qanaqangi kursda bir-biri bilan gaplashsa, o'shanaqa kursni iste'molchiga beryapti. Ya'ni Google'da mana bu Axi yoki o'shanaqalarni anaqasi kurslar chiqib keladi-yu. Lekin u faqat banklarning o'rtasida bo'lgan, ya'ni shu banklarning o'rtasida bo'lgan kursni o'sha odamlarga chiqarib yuboryapti. Bu degani, masalan, men o'rtog'imga Germaniyada $100 jo'nataman desam, xuddi men unga naqd qo'lida bergan darajada tezlashib ketdi-da, odamlarning ichida chaqmoqday tarqalib ketdi. Bu boshida shunaqa bo'ldi. Ya'ni ularni kirish tarixini aytingchi, qayerdan bo'ldi bu? Qanechinchi yilda? Mana hozir как раз Qudrat aytgandek, bular boshlaganda asosan o'sha perevod bilan boshlashgan edi. Ya'ni arzonroq pul yuborish evaziga paydo bo'ldi. Undan keyin uni ustiga qo'shib ketishdi. Biza o'zi bank biza aslida. Xohlasang mana kartochkang bor. Ya'ni kartochka berishni boshlashdi. Kartochkadan butun dunyoda anaqa nima deydi, yaxshi rate orqali, masalan, lokalniy bank sifatida ishlatasan degan ma'no. Misol uchun biza Endi bu faqat debit, to'g'rimi? Yo'q, boshida debit bo'ldi. Boshida debit. Menimcha hali ham kredit yo'q bo'lsa kerak. Devalyuta krediti yo'q. Bormi? Masterda krediti bor уже. Uni ham anaqa nima deydi, sekin-sekin rivojlantirishyapti-da, ya'ni ozgina qo'shib ketishyapti. Ya'ni ularda o'sha paytda masalan men esimda bor 2018-yillarda, 17-18-yillarda prosta nima deydi, haligi dokumentni yuborib, haligi unaqa ko'p borish ham to'g'ri kelmaganda. Bir kundami, 2 kunda kelgan kartochkasi kelgan, уже официально оформленный, o'zim xohlagan ranglari bilan va hokazo kelgan, chiroyli bo'lib, mana ishlatdi. Shundoq borib ishlatib, уже faqat unga pul qo'yib qo'yish kerak edi xolos. Tak, depozit qilish ham oson. Endi buni hozir O'zbekiston to'g'risida so'radingiz-ku. Именно O'zbekistondan chiqmagani, lekin O'zbekistonga bog'liqli, ya'ni qaysi ma'noda uni yaratgan odamlar o'zbekistonlik bo'lgan produktlar bor. Masalan, Angliyada chiqqan, Qudrat bilsa kerak, ko'proq Monef degani bor. O'zbekistonda shu produkt bormi? Shunga o'xshagan produkti bor. O'zbeklar yaratgan Monefni. O'zbekistonliklar yaratgan. Londonda turib, u уже ularning reytlari nimadan yaxshiroq? Revolutdan yaxshiroq. Ya'ni O'zbekistonga pul o'tkazish. Faqat shu O'zbekiston shunaqa juda ham niche market deydi-yu, o'sha faqat o'sha ba'zi. Yo'q, lekin ular ham masalan kirish yo'lida endi. O'zbekistondan pul jo'natsa bo'ladimi bu yoqqa ham? Shu app orqali qilamiz deyishgandek bo'lishdi, ya'ni o'tkazamiz degandek bo'lishdi, lekin menimcha to есть paydo bo'lganda reklama qilishadi. Reklama qilishganda menimcha o'tkazish mumkin bo'ladi. Chunki gaplashganimizda biz ham aytgan edik, что bitta muammolardan bittasi faqat u yoqqa emasda yuborish, bu yoqqa ham yuborish mumkin bo'lsa, ana unda qanaqadir nima deydi, rivojlanish bo'lib ketadi. Endi Revolutni hozir agarda Yevropa bo'yicha qanaqadir nima qilsangiz, haligi yursangiz, ko'p joylarda reklamasi aeroportdan boshlanadi. Revolut. Da. Shunaqa darajadaki hamma taniydi уже. Xuddi Uberga o'xshab. Ha, to'g'ri. Ya'ni Revoluting bo'lsa, Yevropada bemalol nima deydi, haligi yurib olasan, hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb. Keyin ularning partnyorskiy nimalari juda kuchli. Haligi partnyorskiy programmalari, masalan, mana shu Revolut orqali to'lasang, mana bu yoqda qanaqadir point yig'asan, mana bu samolyotlarda shunaqalari ko'p juda ham. O'sha ma'noda juda ham udobniy. Menda bor, sizda bormi Revolut? Revolut ham bor. Sizda bor. O'zbekistonda ham ochsa bo'ladimi? O'zbekistonda menimcha ochsa bo'lmaydi. Chunki EU regulationga to'g'ri kelganmi bu?
o'shani bilmayman. O'shani o'rganib chiqish kerak. qiziqib ko'rsak bo'lar ekan, qiziqib balkim ko'rsak chatdan bo'ladi. so'rarmiz hozir do'stimizdan. Anaqa hozir ozgina research qilganimda sizlar bilasizlarmi yo'qmi? O'zi Revolutni yaratgan odam Nikolay Staronsky Gazpromni o'sha juda ham katta executive ishlaydigan odamni o'g'li bo'lgan. Ya'ni shu anaqa Rossiyalikmi? ildizlari Rossiyaga borib tarqaladi. Qarang, bilmayman ekan men. Men Fransiyadan chiqqan deb o'ylayman ekan Revolutni. Yo'q. Yo'q, o'sha Qayerdan kelib chiqqan u? Boshida Angliyada registratsiya qilishganda Londonda yaratgan, lekin da o'sha yaratuvchisi rossiyalik odam. Qarang. kelgan ular, men esimda bor, o'sha Londonda paydo bo'ldi. Davay Revolut u yoqdan anaqa angliyskiy shot ochilsa bo'lar ekan deb harakat qilganimda, baribir masalan endi men Daniyadan ochayotganligim uchun hali Daniyada bo'lmaganda, lekin masalan meni shotimni именно qanaqadir Pribaltika davlatidagi shotdan ochib berganda. Masalan, Daniya uchun. siz bilmaysiz uni anaqasini tegini bilmaysiz, что nima deydi, qattaligini bilmaysiz. Ishlashga ishlayveradi, hammasi chotki. Lekin uni logikasi shunaqaki, что ichkarisiga tushib olgandan keyin bemalol yuraveradi. Lekin tashqaridan mana bu именно klassический bank transfer orqali o'tkazish juda qiyin. O'tmaydi pul. Faqat karta orqali oson. Endi qarang, demak, hozir haligi birinchi savolimga qaytadigan bo'lsak, demak, mana pul bizniki, to'g'rimi? Biz ishlab topgan bizni pulimiz. Eski sistemada banklarda qiyin, sekin, byurokratiya, shunga o'xshagan nima deydi, atmosfera bo'lgani uchun hozir mana yangi nimalar kelib chiqdi endi. Revolut shunga o'xshagan Monzo bor, to'g'rimi? nechi dedingiz? N26 Germaniyadan, Berlindan chiqqan. Demak, bu narsa biz insonlarga kuchini qaytarish, to'g'rimi? То, что bizga haligi bizga именно chunki nima uchun bu texnologiya yaraldi-da. Balki mana shu o'tirgan odam o'zi aytgan, nimaga bu bunaqa qiyin bo'lishi kerak? Meni pulim-ku, demak, menga o'zim hali agency bilmayman, o'zbekchasiga nima bo'ladi? Agency is like having agency over my money. Nima bo'ladi? Ну как бы to'liq kontrol bo'lish. Da, to'liq kontrolni demak insonlarga qaytardi. Qaysidir ma'noda. To'g'rimi? Shunaqa deb tushunsak bo'ladimi? Haligi mana startaplar uchun gapiramiz endi. Baribir haligi muammoni ko'rishdan iborat-da bu ham. Masalan, boshida mana muammo bor edi, pulni o'tkazish. O'sha muammodan boshlashdi. Undan keyin ko'rishdi, nima deydi, haligi pul o'tkazmalari qimmat ekan. O'shanga urishdi. Undan keyin ko'rishdi, protsesslar og'ir ekan. Aha, kelinglar buni osonlashtiramiz. Kelinglar bitta kartochkani olish uchun 28 ta forma to'ldirmaylikda, bitta formani o'zi bilan birdaniga kartasini ertasi kuni yetkazib beraylik. Keyin bankka borish shart emas. Masalan, to'g'ri. O'zbekistonda borib, kimdir anaqangizni ko'rish kerak, forma, uni hammasini mana qarang, kecha masalan, kecha opam telefon qildi, aytayapti, bankka borib keldim, chunki taklifnoma qildim-da, hozir ular Daniya kelishmoqchi. Bankka borib statement olish kerak-ku, shotida qancha puli bor, shunga o'xshagan narsalar. Borish kerak, o'chirtga yozirish kerak, qanaqadir nimadan o'tasiz, securitydan o'tasiz. Bu narsalarda online available. Men просто PDF qilib download qilib olsam bo'ladi-yu. Bo'ladi. Juda haligi distansiya uzoqda. Shu narsani kamaytirish kerak, chunki qanday, nima uchun bizda access yo'q, srazu haligi nima deydi, uzr biz eshituvchilarimiz uchun bugun nimagadir ingliz tili menda nima deydi, o'zbekcha endi oldindan kechirim so'rab qo'ymoqchiman, то что sizga xos bo'lmagan holat, lekin har doim bugun kofeda boshqacha ichdim shekilli ertalabda. Menimcha ko'proq angliyskiy ko'proq bor kofe shekilli, shunga yordam berib yuborasizlar. To'g'ri, shu insonlar va o'zimizni nimamizni oramizdagi nimani kamaytirdi. Masofani. Ana, boshlandi. Lekin qarang, bu narsani masalan hozir O'zbekistonda deyapsizlar. Не только O'zbekistonda bu narsa. Nimada ham, masalan Yevropada ham bor bu narsa. Masalan Daniyada ham to'g'ri. Nihoyatda qiyin shot ochish. Ya'ni shot, hozir qiyin bo'lib qolgan. Lunar. Hop ochasiz, bo'pti. Lekin bormasligingiz mumkin. Bu ham yangi bankda. Bu ham bitta o'sha bankka bormaslikka yo'lini qilyapti-da endi, misol o'sha muammoni hal qilyapti. Lekin katta bank, eski banklar bor. Danske Bank, Nordea, Jyske Bank,
Arbeidernes u yoq bu yoq millionta bank bor. Hammasi eskicha hali ham ish tutadi. To'g'ri, applicationni balki onlayn to'ldirardursiz. To'g'ri, balki bankka borib kelishingiz kerak emasdir. Lekin bularga qachonlardir Yevropada davlat elektronniy podpisni birinchi bo'lib verifikatsiya qilishni banklarga topshirganligi uchun bularda yana doполнительный funksiya bor. Odam ekanligi, bu haqiqiy odam ekanligini nima qilib olish. Bu securityda endi to'g'rimi, xavfsizlikda. То что да. O'shanga bular sal sekinroq ishlaydi. Lekin ichkarisiga kirib olganingizdan keyin уже keyin nima deydi, oson, haligi siz aytganingizdek statementlarni olish, nimalarni zakaz qilish, kerakli narsalarni qilish oson. Menga anaqa bo'lgan narsa nima deydi haligi? Sizga savolim bor. O'ta qo'sh. Qarang. Hozir mana menda Revolut bor. Revolutda meni nimalarim bor, unaqa stok. Birinchi qarang, men birinchi bo'lganda nima uchun Revolutga ochdim men akkaunt? Ochganimni sababi men turmush o'rtog'im fransuz-ku. Biz Daniyada datskiy krona bilan foydalanamiz, to'g'rimi? Yevropaga ko'p boramiz, Fransiyaga, ularda yevro. Men shu yerda чтобы oson nima bo'lishi uchun, unaqa fi to'lamasligim uchun Revolut ochdim. Keyin ochganimdan keyin ularda anaqa juda ham oson bo'ldi. Hozir aytganaqa nima kartasiga o'chdim, va zo'r ekan, o'zimnikini anaqa personalization qila olaman. Mana уже men nimalarga investitsiya qilishni boshladim. Stokka. Revolutdan FTA'larim bor, passiv o'sadigan, aktiv o'sadigan shu narsalar. Qolgan nimalarda ham bormi? Masalan, Monzoda ularda bor. Qaysi etapda shu narsa masalan bo'ladi? Masalan, biz O'zbekistondagi equallarda bu narsa yo'q, to'g'rimi? O'zbekistondagilarda yo'q. Monzoda bormi? Endi O'zbekistonda umuman stok degan tushuncha o'zi bormi? To'xtab turinglar. Agar juda chuqur mavzu-yu, lekin bo'pti, uni stok O'zbekiston emas, masalan, boshqa nima, Monzoda bormi? Chunki Monzo menga notanish, N26 ham notanish. Menimcha bu ma'lumotni bilmayman. Menimcha yo'q bo'lsa kerak. Siz bilasizmi? Mana qarang. Siz Umid? Nimani? Shu nimalar bormi? Stok bor. Mana qarang. Aksiyalar. Mana ko'p hozir o'zini hurmat qilgan applicationlarda bu yoqdagi g'arbiy applicationlarda bor u narsa. Nafaqat nimaga, aksiyaga, no kriptoga ham qo'yish mumkin. O kripto haqida ham gaplashamiz. Uni keyingi epizodimizda. Endi qarang. Endi nimaga? Chunki ular bor davlatlarda u yoqda qimmatli qog'oz bozori rivojlangan. Qonun qoida ham bor. To'g'ri. Uni atrofida. Regulyatsiyada. Chunki masalan hozirgi endi dunyoda agarda siz Amerikani aksiyasini sotib olmoqchi bo'lsangiz, Amerikani o'sha nima deydi haligi налоговый sistemasiga siz report topshirishingiz kerak. Mana men aksiya sotib oldim, bunaqa qildim, bu yoqqa qildim deb. No, uni поддержка qiladigan kimdir bo'lishi kerak-ku. O'sha banklar o'sha narsani uyushtirib beryapti. Hozir hammada ham yo'q-da unaqa возможность. Lekin agarda investitsiya to'g'risida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda sal boshqacharoq investitsiyalar bor. Masalan, siz masalan O'zbekistonda application orqali masalan SQB bankda application orqali tilda sotib olishingiz mumkin. Shu narsa haqida ozgina gaplashaylik, chunki juda menga shu narsa qiziq. Endi bilmadim, hozir O'zbekistonliklar buni biladimi yo'qmi? Juda nima deydi, hayotiy misolda singlim o'g'li hozir student bo'lib ishlab pul topyapti. Keyin topgan puliga qandaydir investitsiya qilishmoqchi. Masalan, meni o'g'lim ham o'zim ham ishlab pul topadi. Har oyligidan ba'zi pul olib qoladida, qolganini hammasini investitsiya qiladi. Meni o'g'lim hammasini. Biz O'zbekistonda keyin men aytdim, qanday qilib investitsiya qilyapsizlar shu pulni desak, kichkina ukamni fermasi bor. Fermasida mol olishadi-da, ular mol boqadi. Bizda shu investitsiyada endi katta fermada mol oldi. Endi yaqinda mol olgan ekan, moli kasal bo'lib qopti. Shuni aytaylik, davolanish kerak, qarochi. Bunaqa qanaqa imkoniyatlar bor yana O'zbekistonliklar uchun? Mana siz shu application aytyapsiz, o'sha ma'lumotingiz bo'lsa bering, eshitsin. Mana men endi bilganim bu.
endi men hozirgi bilimim bozor to'g'risidagi tushuncham haqida aytaman. Balki men ham bilmayotgandirman bir xil narsalarni. Hozir endi o'qiganlarim shuki, bizada o'zi aslida o'shanaqa qimmatli qog'ozni nimasi hali rivojlanmaganligi uchun aksiya borda hali rivojlanishimiz bu narsada. Lekin o'sha rivojlanmaganligi uchun alternativniy investitsiyalar ko'payib ketgan. Molga, недвижимостga, mashinaga, GM mashinalariga, keyin tillaga, keyin shunaqa narsalarga bizada bozor lekin ochiq. Masalan, uni o'zingiz regulyatsiya qilasizda, ya'ni hech kimga borib, masalan, uni aytmaysiz. Masalan, bir kun borib nimani bozordan masalan tilla olib qo'ydingiz yoki dollar olib qo'ydingiz. Dollar oshdi, so'mdagi anaqangiz, nima qiymatingiz oshdi. O'shani o'rtasidagi nalog bo'lishi kerak o'zi. Bu yoqda nalog oladi-da mana shu narsaga. U yoqda olmaydi. O'shaning uchun ham nima deydi, haligi sof nimaroq uni uyushtirish qiyinroq bo'lganligi uchun. To'g'ri. Masalan, hozir u ochiq bozor. Keyin tushundim sizni. masalan, men endi bilganlarim masalan hozir yangi paydo bo'layotganlardan startaplardan agar oladigan bo'lsak, masalan Iman degan startap bor. Shu startapda odamlar halol investitsiyalar qilish imkoniyati ham bor. Nima degan dedingiz? Iman, Iymon emas, Iman. Ular oldin boshlashganda nima deydi, halol nasiya qilib organizatsiya qilib berishgan edi. Ya'ni hozir sotib olasiz, pulini keyin to'laysiz qilib. Lekin undan tashqari yana investitsiya sifatida ham qanaqadir produktlar o'ylab topishdi. O'sha narsani o'stirishyapti. Yaxshi. Endi O'zbekistonda taklifda, endi bozordagi taklif odamlarning muammosida endi. O'zbekistonda yomon tarafi lekin o'sha Imanga pul tikkanlar aytib berishgandi. Inflyatsiya juda ham yuqori-ku, lekin oxirgi yillarda teskariga qarab ketyapti inflyatsiya. O'zbek so'mi anaqa Yevropadagi stability past bo'lib ketganiga so'm umuman tushmayapti-yu, lekin avvallari inflyatsiya juda ham yuqori bo'lganiga, 15% bo'lganmi? Qancha bo'lgan? O'sha juda yuqori bo'lganiga pul qo'ygan odam foyda olyapti, lekin inflyatsiya hisobiga u ziyonda. Shuni aytishgan. Endi to'g'ri, lekin qarang, mana shu yerda qiziq savol kelib qoldi-da hozir. Bo'pti, mayli. O'zbekistondagilarni aytaylik, haligi buni bankovskiy sistemalarda nima deydi, za kulisami degan narsada ish ko'p ekan. Davlat, soliq, ishonch, sistema bo'lish kerak. Bu gigiyena deyman-da men bu narsalarda. Demak, jamiyatimizda siyosiy va jamiy tomondan o'sish bo'lish kerak qaysidir darajada. Endi aytaylik, masalan, siz O'zbekistondasiz. Sizni pulingiz bor, $5000 pulingiz bor. Bular chet eldan sotib olsa bo'ladimi? Masalan, Revolut orqali ili qanaqadir chet eldan aksiyalar sotib olsa bo'ladimi? Yo'q, hali. Nimaga shu narsa yo'lga qo'yilmagan? Qilsa bo'lsa kerak, lekin to'g'ridan to'g'ri qila olmaysiz. Chunki akkaunt ochishingiz kerak emas siz. Nima uchun bu? Mana men sizga hozir aytay, bu faqat O'zbekistonning muammosi emas-da bu. Haligi nimasi, men bilganim, to'g'ri O'zbekistonda juda ham ko'p ish qilinyapti. Mana shu narsani regulyatsiyasini to'g'ri darajada qilib, nima desa bo'ladi, haligi odamlarga mana shunaqa imkoniyatlar yaratib berish to'g'risidagi ishlar qilinyapti. Endi bunaqa ishlar boshqa joylarda ham qilinyapti-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni masalan Amerikaga borib, masalan, men O'zbekistonlik yoki Ruminiyalik yoki Portugaliyalik bo'lib ham o'zimchalik shot ocha olmayman. Nima uchun? Chunki regulyatsiya shunaqa, siz rezident bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'sha davlatda yashayotgan yashashingiz uchun qanaqadir ruxsat bo'lishi kerak. Agar o'sha ruxsat, ya'ni o'sha yerda nelegal bo'lsangiz yoki boshqa narsa bo'lsangiz, shot ocha olmaysiz. Oldin mumkin edi, hozir mumkin emas. Shunaqa qilib, hozir butun dunyoda har bitta davlat regulyatsiyasini shunaqa qilyaptiki, ya'ni o'zini pulini, davlatning ichidagi pulini qanaqa qilibdir ham защита qilishga harakat qilyapti. Chunki tashqaridan nimalar ko'p, davleniya ko'p,
pul chiqib ketish qaytib kirishlari qiyinlashtirmasa chiqib ketaveradi pul. Lekin bitcoin olsa bo'ladimi shunda? O'zbekistonda Yo'qda. noqonuniy hisoblanadi. Ha, okey. Kriptoga mumkin emasda. Da. Bo'pti, demak nima bankovskiy sistemalarga qaytsak, O'zbekiston Sentralniy Aziyani, O'rta Osiyoni olaylik, faqat O'zbekistonni emas, chunki O'rta Osiyoda ham davlatlarimiz ko'p-ku. Yevropa bilan O'rta Osiyoda farqi nima? Qanaqangi hozir banklar bor shunga o'xshab kelayotgan? Masalan, Kaspiyni bilamiz, to'g'rimi? Qudrat, shu haqida gapira olasizmi siz? Manimcha shu Kaspiy va uzumni chiroyli misol qilib keltirish mumkin. Kaspiy qayerdan kelgan? Kaspiy Qozog'istonniki, O'zbekistonga ham kirgan manimcha. Hali kirmadim. Kirmoqchi bo'lyapti deb eshitgandim. Demak, kirolmabdi. Kirmaydimi? Kirmas ekan deyishdi. Kirolmaydi. Nimachi? Uzum qayerdiki? Uzum O'zbekistonniki, ikkalasi ham ya'ni unicorn hisoblanadi. Endi Kaspiy menimcha 3-4 barobar unicorn. Ikkalasi ham shu milliard qiymati milliard dollardan qimmat bo'lgan O'rta Osiyodagi balki yagona kompaniyalar bo'lishi mumkin. Balki undan ko'proq bordir, Umid aka bilsalar. Men bilganlarim o'sha ikkalasi. Endi ikkalasi nima qildi desangiz, masalan, Uzum o'zi asli e-commerce orqali ish boshlagan. Nima deganingiz e-commerce? E-commerce ya'ni elektron kommersiya, ya'ni marketplace sifatida odamlar bir nimani sotaman desa, Online. Uzum platformasi orqali sotaveradi. Uzum masalan Sizlarda konkurentinglar, tez borda konkurenti. Yo'q. Yo'q, u platforma, u. Yo'q, ular Uzum dastavkasi ham bor lekin. ularda dastavkasi ular ichiga kirib ketgan. Ha, Biz tushundim. elektron kommersiyani podдержка qiladigan o'shanga biz ularga konkurent emasmiz. Ha, sizlar konkurent Biz ularga emaslar. partnyor bo'lishimiz mumkin, Aha. lekin konkurent emas. Tushunarli. Rahmat. hop, Uzum o'sha anaqa avvallari qaysi platformalar bilan birga ishlagan bilmadim, lekin shu to'lovlardagi o'rtadagi bo'shliqni ko'rib, butun bir boshli bank sistemasini yaratib yuborganda. Endi Kaspiy ham xuddi shunaqa, ya'ni butun bir ekosistema yaratib, u yoqda bank sistemasi, odamlar bir-biriga to'lov qilishlari, hatto u yoqda kredit masalasi bor. Endi Hammasi ichiga kirib ketgan. o'sha yerda men ozgina nima qilib ketay. Biz endi Kaspiyni o'rganib chiqqanmiz-da, anaqasini, tarixni. Ular bank bo'lgan oldin, Kaspiy bank bo'lgan. Keyin ular nima deydi haligi klientlarga yaqinroq bo'lish uchun tradingni boshlashgan, ya'ni elektron kommersiyani boshlashgan. Undan keyin o'sha narsani finansировать qilishni boshlashgan. Undan keyin то есть o'sha покупкаlarni finansировать qilib, shunaqa qilib, ya'ni ichiga tushsa pul, o'sha Kaspiyga, o'sha akkauntiga tushsa, tekin bo'lgan переводlar. Tashqariga chiqishi ham pul tekin bo'lgan, lekin keyinchalik uni yopib qo'yishgan. Yaqinda yopib qo'yishibdi-da. Уже где-то 75% odam Kaspiyda, Qozog'istonda, Kaspiyda 75% odamni shoti bor ekan. Wow. O'shaning uchun ular уже pulni yig'ib oldi-yu. Endi chiqarishga, то есть pul Kaspiy shotidan boshqa shotga o'tsa, katta pul olishayotgan ekanda. Endi buni nima aytib beryapman? Tez borib registratsiya qilayotganimizda Qozog'istonda endi Kaspiy orqali nima qildik? Registratsiya qildinglar. Kaspiy bizani shot bo'ldi-da endi. Shotini ochish juda ham oson. Ochish juda ham oson. Ya'ni shotni ochish onlayn qilindi hammasi. Hech qanaqa nima qiyinchiligi yo'q. Ichidagi funksiyalari ham juda oson. Даже налоговыйni ham topshirsa bo'ladi, boshqa narsalarni qilsa bo'ladi. Kompaniyalar uchun, oddiy odamlar uchun farqi yo'q. Hammasi uchun juda oson qilingan. O'sha narsani endi ular birinchi bo'lganligi uchun keyin nima deydi haligi O'zbekistonda ham shunga o'xshagan nima paydo bo'ldi? Uzum masalan. Mani endi tushunishim bo'yicha Sentralniy Aziyada, ya'ni O'rta Osiyoda bu narsa rivojlanishi bu yo'l orqali ketdi. Ya'ni ekosistema orqali ketdi. Торговляni nima yo'lga qo'yib ketdi. Kстати, uzumdan paydo bo'lishidan oldin, masalan, Agrobank
bor edi bor Agrobankda hozir ham. bor hozir ham bor. Mhm. Agrobankda masalan nima bo'lgan edi? Chakana uz degan nima chiqarishgan edi? Produkt chiqarishgan edi. Ular ham o'sha Kaspiyga o'xshatib masalan platforma yaratishgan, haligi marketplace yaratishgan. O'sha narsalarni nasiya qilib finansирование berib turardi Agrobank. O'sha orqali sotish. Yaxshi ketayotgandi, ya'ni uzum kelguncha. Hozir bilmayman chakana uz qanaqa bo'lyapti, lekin demoqchiman, ko'p banklarda paydo bo'ldi shunaqa ideya demoqchiman. O'zbekiston Centralniy Aziya. Yevropaga solishtirsangiz, Yevropada u yo'l bo'yicha ketmayapti ular. Ular anaqani nima deydi haligi elektronniy kommersiyani kirolmayapti hamda. To'g'ri. Lekin ular siz aytganingizdek ko'proq investmentga ketyapti. To'g'ri. Investmentni biz qilib beramiz. Investmentni biz orqali qilgin. Biz anaqa kamroq qilamiz deb. Wow. Chunki ikki xil struktura. bu yoqda oldin mana Saksabankda bu yoqda bor Saksabank. Saksabank bor. Saksabank Menda bor u. asosiy uni funksiyasi именно tradingni va investitsiyani osonlashtirib berish edi. Hozir nima bo'ldi ular? Hozir ham investitsiya. Men Ha. masalan boshlaganimda ko'proq trading edi. Aha. Keyin уже ketayotganimda уже ko'proq investitsiya bo'luvdi. Lekin ikkalasini ham saqlab qolgan. Ular o'sha birinchi marta anu endi Daniyada hozir masalan ko'plar o'sha narsani qaytaryapti. Contract for difference degan narsa paydo qilishgan. Ya'ni shart emas o'sha aksiyani sotib olishing, lekin o'sha aksiyani narxiga bog'liq bo'lgan instrument sotib olishing mumkin debdi masalan. Menda rosa qiziq, qarang, hozir savol borda, hozir o'ylagansam, O'zbekistonga borganda men davno Agrobankdan счет ochganman. Agrobank orqali hozir o'zgartiraman endi bankimni, lekin Agrobank orqali do'stim ishlagani uchun tez ochib bergan menga счетni. Счетda orqali keyin PayMe va PayMe emas, anaqa PayMe bilan yana nima degani bor dedingiz, ikkita Clickda. Qarang, har safar kirib PayMedan to'ladim yoki Clickdan to'ladimmi? Juda katta foiz oladi ular. O'zbekiston fuqarolari uchun bu yaxshi biznesmi yoki zararli biznesmi? Nima, pul o'tkazmasmi yo nima? Yo, mana qarang, supermarketga kirdim. PayMe Click yozib qo'ygan, orqasida shular orqali to'layman. Или men contactless nimamdan to'lashim mumkin. Agrobankda bizda Apple Pay yo'q-ku funksiyasi. To'g'rimi? Menimcha yumshoq joydan oshayapsiz bu savol. Chunki bu menimcha ko'proq uzr gapingizni oxiriga yetmagan bo'lsangiz, ko'proq o'zi anaqa karta orqali to'lasangiz, sizga tekin u. Ashta? Lekin u yoqdagi odamni soliqga tushadi-yu. O'shanga kirsangiz, aka klik qilib yubora olmaysizmi yoki payme qilib yubora olmaysizmi deydi. Sababi o'sha ular налог to'lamaydimi? Soliqdan qochish uchun qilinadigan narsa bu. Qani yana yaxshilab tushuntirib bering o'sha joyini, men bilmasam. Men chunki shu narsadan men o'ylanib qoldim, to'lamayman dedim, chunki qarasa foizlari juda baland ekanda. Hatto men uchun hech narsa emas, lekin biz juda e'tibor beramizda bu narsalarda Yevropaga. Tushuntirib bering qanday ma'noda? Ya'ni masalan magazinga kirsangiz, plastik orqali pul to'lasangiz, albatta o'sha magazinni hisob raqamida ko'rinadi bu, agar o'zini kompaniyasiga bog'langan bo'lsa. O'z-o'zidan agar kompaniyada pul tushum sifatida ko'rinsa, bu degani o'sha pulga u odam soliq to'lashi kerak. Lekin ko'p odam shundan qochib, agar borib plastik orqali to'layman desangiz, aka klik yoki paymengiz yo'qmi deydi, yoki naqd to'lashingiz kerak. Plastikni uni qanaqa farqi bor masalan payment? O'zini shotiga, to есть kompaniyaning shotiga emas, o'zini shotiga o'tkazayotgan bo'ladi demoqchimisiz? Shunaqa bo'ladi. O'zini shotiga xuddi naqd pul to'lagandek bo'ladi bunga. Endi u mobile pay shunaqa. Endi Yo, lekin kompaniyalarga ham bor u. Masalan, aytaylik, masalan, O'zbekistonda haligi nima degan magazin bor, bunaqa kitayskiy, yaponskiy nimalar sotadigan, mini anaqa sotadigan, Miniso-da. Minisoga kirdingiz deylik, Minisoga kirganingizda kontakt to'lashingiz mumkin endi, qanaqa contactless, или ashib nimasi ham bor. Klik qilib payme bor. Hozir klikka ular to'laydi налог bundan, to'g'rimi? Yo'q, o'sha klik nimaga tushadi? U yoqda turgan ofitsialniy. Agar ofitsialniy magazin haqida gapirayotgan bo'lsangiz, menimcha men shuni so'rayapman, chunki masalan men fuqaro sifatida meni pulimmi bu? Men nimadan ongli ravishda nima qiziqishim kerak? Chunki ko'p narsani biz bilmasdan tezda deb u narxi bor, hamma yo'q. Bu dunyoda hech narsa
meni bolalarimga bergan muhabbatdan boshqa narsa bepul emas. To'g'ri. To'g'rimi? Mehrdan boshqa hech narsa. Mehrdan boshqa hech narsa emas. Okey. Endi qarang. Qanday yurgizadi demoqchiman-da, bu Mana- Kaspi shu narsalar. Mana qarang, o'zi aslida haligi bekorga Swiftdan boshlamadik. Ha. Tak. O'zi aslida banklar aro nima bor-ku, haligi tranzaksiya. O'zi aslida tekin. Chunki bitta joyda plus, bitta joyda minus. Xolos. Bitta zapis bu yoqda plus, bu yoqda minus. Bo'ldi. O'shani almashuvi. Bu o'sha Interbank degan haligi межбанковский расчетный центр deyiladi o'sha narsa. O'shanaqa narsa orqali qilinadi o'zi aslida. To'g'rimi? To'g'ri. Endi men P2P, ya'ni odamdan odamga o'tkazishlar bor-ku. Ular bankdan o'tmaydi-da. Har doim ham emas. Ular qanaqadir o'rtadagi yana boshqa sistemani ishlatadi. O'sha o'rtadagi turgan sistema pul talab qiladi bulardan. O'rtakash. Endi uni kimligini men bilmayman. Tushundim sizni. Bilgim ham kelmaydi. Bo'ldi. Bo'ldi, qoldi. U temani qoldirdik. Lekin bitta katta narsa muammoni hal qilyaptimi? Hal qilyapti. Ya'ni pul o'tkazmalari osonlashdimi? Osonlashdi. Pul yurishi osonlashdimi? Osonlashdi. Yaxshi. Endi bundan keyin rivojlanish bo'ldi O'zbekistonda. Masalan, bank ichida bank shotidan bank shotiga oddiy odamlar o'tkazishi mumkin tekin. Masalan, sizda Asaka bank bo'lib, menda Asaka bank bo'lsa, men pul o'tkazsam 100 million so'mgacha bez transaction costsiz o'tadi. Da, lekin masalan bank ichida bitta bank ichida, Lekin men Beeline'ga to'lasamchi, masalan, Beeline bank application orqali to'lasangiz, bu tekin. Tekin, okey. Lekin masalan bankomatdan borib yechib olsangiz, bankomat pul olib qoladi. Da, chunki u anaqa. Endi bu ham anaqa bir qanaqadir bir nima desa bo'ladi haligi nima deydi haligi. Bu ham muammo. Nimaga? Bu etap rivojlanishda endi bu. To'g'ri. Bo'pti, kelinglar hozir sizlarga mana vaqtimiz ancha bo'pti. Hozir challenging savollar bo'ladi, ozgina qiladigan, sizlarni nima qiladigan. Qitiqlaydigan. Mana siz konkretni Qudrat. O'zingiz fikringiz bo'yicha, mana hozir startapchilar, O'zbekistondagi fuqarolar, balkim kimgadir bu yangilik, to'g'rimi? Ma'lumot, balkim o'ylanib qolar. Nima, masalan, 3 ta narsa aytsangiz, shu narsalardan o'zingizni o'rgating, o'zingiz qiziqib ko'ring degan, masalan, O'zbekistonda to'lovlar, protsentlar, qanday haligi nima deydi bu narsada moliyaviy omillik deyiladimi? Education. Qanday qilib 3 ta muhim narsasini aytingchi? Nimadan anaqa bo'lish kerak? Xabardor bo'lish kerak. Masalan, biz Yevropada yashaymiz, sizlar mendan ham avvalroq yashaysizlar. Yevropaga kelib meni eng lol qoldirgan narsa birinchi navbatda pulni tranzaksiyasini shuna bitta momentda o'tishi bo'lgan. Tekin bo'lganki. Keyingisi tekin. Chunki hozirgi kungacha bu faqat Yevropaga xos narsa. Amerikada ham ACH degan o'sha metod orqali pul o'tkaziladi. Bitta momentda tushmaydi. Bir kunda tushadi. Tekin bo'lishi mumkin. Lekin men bu Yevropaga o'xshagan shuni sizga agar bir hozir masalan Facebook Marketplace degan narsa borda, ba'zida ishlatilgan narsani kimdir sizdan sotib olib uyingizga kelishi mumkin. Uyingizga keladi, naqd pulim yo'q hozir desa, xo'p, mayli, bank anaqangizni aytasiz raqamini. Shuni o'tkazadi, qarab tursangiz 3-4 sekundda uje pul ko'rinadi sizda. Bo'ldi, rahmat deydi, ketadi. Shu narsa men uchun juda ham yangilik bo'lgan. O'zbekistonda o'shaning uchun aytdim Umid akaga, etap o'tishyapti. Ya'ni menimcha 5 yil avval yo'q narsa edi-da, mana bu nima deydi, fisiz pul o'tkazmalari eshitilmagan narsa edi. Hozir endi bitta bankning ichida hozir tekin qilishyapti ekan. Endi menimcha keyingi etapi sizni o'zingizni pulingiz-ku. O'zingizni pulingizni bir kishiga o'tkazish, pulli yo'q bo'lib ketishi bu ahmoqlikda. Masalan, Yevropada shu narsa вообще yo'q. Endi masalan, lekin O'zbekistonda bo'lyaptimi bu? Albatta.
Masalan, Qaysi ma'noda? mana qarang. Qaysi ma'noda? Hozir Qudrat aytmoqchi bo'lgan gap, uzr gapingiz bo'ldi. Bizada O'zbekistonda muammo naqd pul bilan elektron pulni qiymati har xil. Naqd pul. Masalan, 100 ming so'mingiz 100 ming so'm. Elektron pulingiz turganda 100 ming, lekin uni ishlataman desangiz, kamida 3% yo'qotasiz. Okey, bo'pti, mayli 0.5% yo'qotsangiz ham 0.5% yo'qotsangiz ham o'shanchalik kamroqda nimadan? Naqd puldan. Endi savol tug'iladi. Buni qanaqa qilib yo'qsa bu? Qanaqa qilib rivojlanish, ya'ni imенно elektron pulni rivojlanishi qachon bo'ladi? Qachon hamma elektron pulga o'tadi deb so'rasangiz, chunki elektron pulga o'tsa odamlar, elektron degani pul o'sha pul, prosta uni qog'oz emas. Nima deydi? Qog'oz emas, haligi bankda turishi uchun. Uning uchun qiymatini bir xillashtirib qo'yish kerak yoki anaqani nima qilib qo'yish kerak? Ya'ni osonlashtirib qo'yish kerak o'sha dostupni elektron pulga. Endi ikkinchi tarafi, bu birinchi haligi prosta turishini o'zi. Ikkinchi tarafi ishlatilishi degani bu bozorga borsangiz, kartoshka falon masalan, ya'ni 2000 so'm deylik, qanaqasini kilosini elektronni sotib olaman desangiz, zakaz qilaman desangiz, boshqa narsa qilaman desangiz, dastavkasini hisoblamagan holda prosta elektronni bo'lganligi uchun uje qimmatroq. Chunki hali rivojlanmaganda bizani nimamiz, elektronniy kommersiyamiz bozor, hali bu anaqa nima deydi, mass market bo'lmadi hali. Massiviy market bo'lgani. Shuning uchun patentni deyapsiz. O'shaning uchun bu qiymat qachonki bir xillashsa, misol uchun mana Daniyada, например, nimani masalan krossovkangiz magazinda ham, bozorda ham elektronniy, даже иногда elektronniy magazinda arzonroq turadi. To'g'ri. O'shaning uchun siz elektronniy magazinga borasiz. Space'ga to'lamaysiz joy, Space'ga to'lamaysiz. bizada boshqacha-yu anaqasi. Nima deydi haligi hisob kitobi, endi qarang, ekonomikasini. Tushundim, sizga endi savol. Demak, hozir bizni startapchilarimiz uchun mana ertaga optimizatsiya qila olishi qanaqadir yo'llari bormi? Ayting, masalan, ularga nimaga e'tibor berish kerak? Nimani hozirdan ular qanaqa daraxtni ekish kerak? Chunki imkoniyatlar bordir. Nima ko'ryapsizlar? Shu haqida aytinglar, chunki уже vaqtimiz ancha bo'lib qoldi, nima qilish uchun, yakunlash uchun. Eng katta imkoniyat. Qachonki transaksionni kostlarni tushirish imkoniyati paydo bo'lsa. Transaksionni narxlarni-da endi. Xarajatlarni. Pul o'tkazma narxini. Pul o'tkazma narxini. Pul ishlatish narxini kamaytiradigan yoki misol uchun kstati aytgancha PayMe'da qaysidir bir 6 million so'mgacha menimcha tekin o'tkazish. Agar esimda to'g'ri turgan bo'lsa. Endi u ham PayMe'ning o'zini investitsiyasi bo'lsa kerak, ya'ni o'sha kostni o'zi yutib yuboradi, mayli odamlarni olib kelish uchun. Ya'ni uni kosti. Mana shu narsaga olib kelyapman. Demak, oddiylashtirsak, mana tushunadigan qilsak, demak, oradagi muloqot, pul muloqoti sizga ham, menga ham bepul bo'lishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Yana boshqa yo'li. Siz haligi boshlagan gapingiz bor-ku, o'sha eng katta muammo. Meni pulimligicha qolsin. Nima uchun men bilishim kerak-da. Bizda bir yaqinda misol bo'ldi. Nima degi haligi, masalan, hisob raqamdagi pul bitta qanaqadir protsedurani o'tkazib yuboramiz yarim kunda. Prosta boshqa shotga o'tkazib qo'yishganda, biz bilmaymiz ham даже qanaqa, nima bo'lganini ham bilmaymiz. O'tkazib qo'ygan. Yoki misol uchun ular xato qilgan, kimdir o'tkazayotganda bizga xato qilgan, xato qilganda bizni qaytarib yubordik u pulni. Qaytarib yuborganimizga bizni transaction to'ladik. Tushunarli. Sizlarni xatoinglar-ku desa, shunaqa endi, bizda shunaqa endi. Demak, shu narsani, ya'ni demoqchi bo'lganim, bu ko'proq startaplar uchun понятно. Masalan, odam o'zi mana o'rganinglar, masalan, pensionerlar bor, oddiy odamlar bor, studentlar bor, millionta odamlar bor. Ularni masalan o'sha 0.5% ham
qimmatli qiladida. O'sha narsani kamaytiraylik. Tushiraylik, odamlarga yordam beraylik. O'sha muammoni hal qilsa yaxshi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, banklarga aytishimiz mumkin bo'lgan narsa. Nima deymiz banklarga? Masalan, mana qarang. Mana men bankman, menga ayting. Mana siz banksizda, misol uchun qarang. Siz depozit, masalan, siz davlat qanaqadir pulni tashqaridan olib kelyapsizda. Uni misol uchun 20% ga olib keldingiz. Ya'ni 20% so'm deb anaqasiga qarz oldingiz katta bankdan. 20% ga oldingizda, keyin siz aytasiz. Men depozit sifatida 22% ga beraman deysiz. Ya'ni mendan qarz olsang 22% qaytarib berasan deb aytasiz odamlarga. O'rtada 2% ishlayapsiz. To'g'rimi? O'shani 22.1% qilingda. Transaction costlarni olib tashlang. O'tkazish qiymatini olib tashlang. Hamma keladi sizga. Sizni klientingiz bo'ladi. Siz уже nima beryapsiz, yechimni beryapsiz. Bu bitta yechimlardan bittasi. Yechimlardan bittasi banklar uchun. Tushundim sizni. Yetgani hozir. Masalan, hozir shu turishda kelib qolgan. Va bunaqa narsa rosa ko'p. Millionta rosa ko'p. Ya'ni demoqchiman, optimizatsiya qilsa bo'ladi. To есть pul topish, ya'ni masalan Yevropada aytdingiz-ku, tekin dedingiz, tez dedingiz. O'sha tekin va tezni boshqa bizneslaringiz orqali ko'tarib olingda. Anuni tekin qilib qo'ying. To'g'ri. Odamlarga yordam bo'lsin. Keyin menda yana bitta fikr bor. Siz savolingizga O'zbekistonda nima qilsa bo'ladi? Xuddi boya aytdingiz-ku, investitsiya uchun O'zbekistonda hech qanaqa bitta yaxshi platforma yoki shu narsa ustida odamlar yetarlicha o'ylamayapti. Endi iman degani to'g'ri, nimadir qilishyapti, lekin aytganimdek, mana bu return olib kelish, qaytaradigan pul inflyatsiyani o'zi yutib tashlayapti. Mana shu joyda bitta narsa. Qarang, to'xtang. O'zi hamma anaqalarda inflyatsiya hisoblanadi. Masalan, qarang, mana 22% deyapman-a. 22% bu inflyatsiya bilan birga. Yo'q, u gapingizga aytmayman. Real narsa emas. Bu to есть real odatda sal pastroq bo'ladi. Ya'ni misol uchun agar aytaylik, masalan, nimani gaplashayotganimizda, masalan 22% deyapmiz-ku. 10% ni anaqa qilayotgan bo'lsangiz, inflyatsiya desangiz, o'shani 12% demak sizni real returningiz bo'lyapti-da. U inflyatsiya nima emas, haligi masalan inflyatsiyani urovnida berayotgan bo'lsa, masalan 10% lik return deyotgan bo'lsa, unda to'g'ri ishonsak bo'ladi-da o'sha gapga, что u inflyatsiya yeb qo'yapti bu pulni deya olasiz. Agarda yo'q, inflyatsiyadan balandroq bo'lyapti desa, unda realga qaraladi. Tushunasizmi? O'rtasiga. Juda qiziqarli mavzu. Qarang, meni bitta iltimosim bor. Kim masalan yechmoqchi bo'lsa, endi bitta masalasi, iltimos meni pulim uchun murakkablikni yechinglar. Men banklar biz murakkablikni fuqarolarga qo'yadi-da. Hamma kerak bo'lgan murakkablik men inson sifatida, fuqaro sifatida hayot уже murakkablikdan iborat уже. Ishga borishingiz kerak, oilangiz bor, milliardta qarindosh urug' hamma narsa bor. Nima uchun shu sohada o'tiradigan spetsialistlar, shu sohani o'qib o'rganadigan, davlatdan oylik olib ishni yurgizadigan odamlar men oddiy fuqaroga bu murakkablikni beradi. Menimcha shu narsani startapchilar yechsa, shu narsani masalan menga osonlik kirgizsa, meni hayotim yengil bo'lsa, albatta bu eng yutuvchi, eng zo'r nima deydi? Bank bo'ladi. Yoki oddiylashtiringlar. Bu anaqa nima deydi? Murakkablashtirmang. Bu juda ham hammamizga tegishli bo'lgan, har bir insonni hayotida tegadigan murakkablikda bu. To'g'ri. Menimcha shu narsaga agar sizlar fokus qilsanglar, bu narsa sizlarga multimillion foyda olib kelishi mumkin. To'g'ri. To'g'rimi? Chet elga ham chiqish Chiqishim mumkin. Endi oxirgi gapinglar bormi? Chunki 1 soat ketib qoldik. Nima yopinglar endi, yopuvchi Qudrat davay. Anaqa qilib qo'ydim, bo'lib qo'ydim. Yevropada mana siz boya aytdingiz-ku, o'g'lim pulni aksiyaga qilib investitsiya qiladi dedingiz. O'zbekistonda ham shu narsani rivojlantirish kerak. Ya'ni masalan uzum chiqyapti, boshqa chiqyapti, sekin aksiyaga aylantirgan holatda O'zbekistonda
shu madaniyatni rivojlantirish kerak. Sababi O'zbekistonda odamlar investitsiyasi nima? Dollar bo'lsa kerakda. Pulini dollarga qo'yib qo'yadi, yashiqqa tiqib qo'yadi. Bu ham inflyatsiya bo'lib yildan yilga qiymati tushib boraveradi. O'shani aytdim-da hali, contract for difference dedim-ku. Ya'ni shart emas o'sha именно o'sha yerga chiqib ketishi pulingiz. Ya'ni o'shani track qiladigan qanaqadir instrument yarating. Ya'ni misol uchun Apple nimasini olaylik, nima deydi, haligi aksiyasini olaylikda, o'shani replicate qiladigan, ya'ni o'shani narxini bo'yicha o'zgaradigan investitsiya yarating. Bo'ldi. U ham bitta anaqada. Endi qaranglar, endi taklif bor. Masalan, keyingi balkim bu narsani bizni eshitib turgan nimalardan so'raymiz, odamlardan. Biz bo'lishimiz mumkin. Masalan, Yevropada biz qanaqa imkoniyatlar ko'ramiz? Konkretnida, haligi nima deydi, murakkab bo'lmagan sistemalar, qanaqadir nima qilmagan yo'llari bor o'zini. Masalan, nima uchun Max, meni o'g'lim 20 yashar, u faqat weekendlarda restoranda ishlaydi. O'qishdan keyin weekend ishlaydi, ko'p pul topmaydi, aytaylik $500 topadi deylik oyiga. Shu $500 400 investitsiya qiladi har oy. Endi u keyingi 10 yilga investitsiya qilyapti. Qolganini mendan oladi, chunki tekin yashaydi. Hammasiga to'latadi. Lekin shunaqa imkoniyatlar bor demoqchiman-da yoshlar uchun. Bizni hayotimiz, mana masalan meni hayotim mazmuni, men ota-onamni yelkasida katta bo'lganman, chunki ota-onam menga shuni sharoit qilgan. Meni farzandlarim meni yelkamda katta bo'lyapti, chunki osonroq bo'lishi kerak ularga. Biz ota-ona sifatida bizni mas'uliyatimiz, biz keyingi kelajak uchun shunaqangi bir jamiyat yaratishimiz kerakki, ularda yana ham osonroq bo'lishi kerak hayoti. Endi shuning uchun o'ylaymanki, hozir bugungi podkastimiz endi yakunlaymiz. Agar oxirgi nimalar bo'lsa, agar qiziqarli savollar bo'lgan bo'lsa, beringlar, yozinglar kommentariyalarda. Nima deysiz, Qudrat? Albatta. Menimcha yaxshi nima bo'ldi, haligi taklif bo'ldi. Obunachilarimizga aytamiz, kommentariyalarda savollar, yoki qanaqadir nimalar bo'lsa, tushunmagan yoki qiziqarli qanaqadir temalar yoki mavzular bo'lsa, gaplashmoqchi bo'lgan, yoritib berishimiz kerak bo'lgan, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, aytinglar, yozinglar. Shunga qarab biz ham masalan chetda qarab turmaymiz, yordamlashamiz. Qanaqa informatsiya bo'lsa, qanaqa ma'lumot bo'lsa, topib yordamlashib sizlarga rivojlanishi uchun yordamlashamiz. Menda o'sha kommentlar bo'yicha O'zbekistonda fintech hozir juda ham rivojlanib ketyapti. Kommentlarda xohlardim, yana nima muammoni yechsak bo'ladi O'zbekistonda? Chunki fintech oxirgi yillarda to'yindi desa ham bo'ladi-da, juda fintech kompaniyalar juda ham ko'p, lekin shuncha ko'p bo'lgani bilan qaysi muammolar yechilmasdan qolyapti. Shu men aytgan, iltimos, qanaqadir meni hayotimni murakkablashtirmang, meni hayotimni osonlashtiring, yengillashtiring. Menimcha shu narsa juda ham bir katta uje nima deydi, kalit. Eshik ochish. To'g'ri. Bo'pti, mayli, rahmat. Hammaga. Sog' bo'linglar. Rahmat.